Yo'lchi akamda polalariga kelganmiz. Xirmoniga 6 gektar, 5 gektarga ekkan ekan. Xirmonni ko'rsanglar bo'ladi. Biyatek 64-70 dan ekkan. Kombaynni urdiribdi. Hormanglar. Mana yo'lchi akamizni. Mana makkalar. Biyatekka rahmat. Zo'r biyatek. Akalarimiz. Haqiqiy dehqon bo'ldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Siz mana shu Biyatek firmasidan makajo'xori olib ekdik. Hosillarimiz yaxshi, xudo xolasa. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Biyatek makalardan ekinglar. Hosili zo'r, yomon emas. Mana ko'rib turganinglar, yo yolg'on, yo manzarat emas. Ekinni boshidan, etagidan qilib oldik. Mana xirmonlar. Xirmonlar ham bemalol ko'ngildagidek, juda chiroyli. Hech qanaqa noliydigan joyi yo'q. Xudo xolasa, hosillar yaxshi. Alloh barakasini bersin, charchamanglar. Yaxshi akalar, yana kutib qolamiz. Xudo xolasa, mana bu yildan ham nasib qilsa biz ham olib ekamiz. Mana yomon emas, ziyon ko'rmadik, yaxshi bo'ldi, hosillari zo'r. Alloh barakasini bersin. Rahmat aka. Rahmat.